Siz siyosatga aralashmang edi. Siyosatdan maqsad bu yerda o'sha xalifaga to'ntarish qilishga, ya'ni. Hech kim hech narsaga teginmagan. Endi kimdir aytadi, "Ha bo'pti-da, hozir ham shunday qil, kim senga endi deyapti" deydi. Siyosatga aralashmay darsingni qilaver deydi. Kim senga endi deydi. Ha, bu endi ahmoq odamning gapi. Endi mana bu hozir umumiy olganda xalifa Mansur Abu Ja'farning xilofatida bo'lgan inqiloblar haqida gapirdik. Endi faqat bir odam yomonliklarini gapiraverganda kimdir yomon ko'rib qolishi mumkin uni. Shuning uchun ham endi islohotlar haqida ham gapiryaptilar. Mana islohotlari ham bor xalifa Mansurda. Masalan, Bag'dod shaharini bino qilgan. Bag'dod mana tarixda Abbosiylar xalifaligi desa Bag'dod hammaning ko'z oldiga keladi. Bu Bag'dod shaharini qurdi. O'zi ham Bag'dodda yashadi, poytaxt qilgan uni. Hijriy 146-yilda Safar oyida o'sha yerga Bag'dodga borib yashay boshladi. Bag'dodning binosi tamomiy bo'lgandi. Va devor qurib chiqdi. Ya'ni Bag'dodda mana qal'a qilib chiqqanda xaritalardan, internetlardan ko'rsangiz, tarixiy shaharlari bor haligacha Bag'dodda aylantirib, qal'a qilib, devor qilib o'rab chiqqan Bag'dodni. Doira tarzida. Eni 50 ziro edi pastga qadar. Balandligi bo'lsa 20 ziro edi. Devordi, ya'ni qal'asini, devorinida 8 ta eshigi bor edi devorda. Bu tashqi eshik bo'lsa shahardagi darvoza, ya'ni devorlar. Ichki devorlar ham bor edi shaharda. Ya'ni qal'ani ichki devorida birinchi devor tashqi devor, keyingisi ichki devor. Ichki devorlar, tashqi devorlar eshiklari bir-biriga ro'para emas edi. Ya'ni boshqa joylardan qurilgan. Xullas himoya qilingan shaharda, ya'ni har xil bezorilardan, boshqadan qo'riqlangan qal'a tarzida bir musulmonlar yashay boshladi o'shanda. Va qal'alarga, eshiklarga Vosit shahridan eshiklarni, ya'ni haligi daraxtlarni yo'ndirib eshiklar yasatib olib keldi. Oq uyni Madoin shahridan Bag'dodga ko'chirmoqchi bo'lgan. Oq uy, ya'ni Iroqdagi mana Madoin shahridagi Forsdan qolib ketgan nimalar, o'sha osor atiqalardan oq uy bo'lgan. Oq uydan maqsad bu yerda o'sha hukumat qarori, ya'ni hukumat maqorri, qarorgohi, ya'ni o'shani Madoindan Bag'dod shahriga ko'chirmoqchi bo'ldi. Shuningdek, Kufa shahrini devorini qurib chiqdi. Kufa shahri aslida Umar roziyallohu anhu zamonidan qurilgan, lekin unga qal'a tarzida devor qilib chiqdi. Rofiqa degan shaharga asos soldi va Masjidil Haromni kengaytirdi hijriy 139-yillarda. Keyin ulamolar, bu Mansurning xilofatida ulamolar kitob yozishlikni boshlagan. Bu narsaga ulamolarga imkoniyatlar yaratib bergan. Masalan, Abu Hanifa rahimahulloh qancha baribir o'sha Abbosiylarda mana shularga qarshi bo'lsalarda, birinchi fiqhiy mazhabga asos solib ketdilar. Mazhabga, ya'ni o'sha zamonlarda. Keyin kitob tadvin qilish boshladi. Masalan, Imom Malik Muvatta yozdilar. Muvatta Malik hadis to'plami. Undan boshqa ulamolar, tarix yozgan ulamolar, nahv ilmlariga asos solingan, ilmiy fan rivojlanishni boshlagan xullas mana shu Mansurning xilofatida. Endi shuning uchun ham aytamiz, u qanchalik zulmlari, bir yomonliklari bo'lmasin, qaniydi shunaqangi ham xalifa bo'lsa. Chunki ilm ma'rifatga hech kimga teginmagan odamlar, muallim soni o'qigani uchun qamalmagan, erkaklar soqol qo'ygani uchun qamalmagan, yoki ayollar hijob o'ragani uchun hech kim unga bir yomonlikni nima qilib nazarga tushib degan narsalar bo'lmagan. Ya'ni diniga, insonga hech qanaqa zulm bo'lmagan. Siz siyosatga aralashmang edi. Siyosatdan maqsad bu yerda o'sha xalifaga to'ntarish qilishga, ya'ni hech kim hech narsaga teginmagan. Yurgan, o'qigan, hech hozirgi zamondagidek bir diktatorlik bo'lmagan. Endi kimdir aytadi, "Ha bo'pti-da, hozir ham shunday qil, kim senga endi deyapti" deydi. Siyosatga aralashmay darsingni qilaver deydi. Kim senga endi deydi. Ha, bu endi ahmoq odamning gapi. Birinchidan, biz u siyosatga aralashmaydigan darajada Abbosiylarga taqqoslamaymiz-da hozirgilarni. Hozirgilar islom siyosatiga aralashmasin, islom ham ularning siyosatiga aralashmaydi. Ya'ni odamlarni Qur'on bilan boshqarsin, sunnat bilan boshqarsin, keyin ularni yeydimi, ichadimi, islom unga qarshi chiqdi demaydi hech qachon. U taxtni egallab uni yiqitib demaydi. Qo'ysin odamlarni musulmon bo'lib yashashligiga. Keyin indamaydi musulmonlar ham unga. Keyin hozirgi zamonda o'shaga ham imkon bermaydi. Bunga bitta dalil saroy mullalar mana qarang. Hamma aytganini qiladi ularni, hozirgi o'sha hukumatlarni. Lekin o'sha saroy mullalariga odamlarga musulmon bo'lib ketishligiga, da'vat qilishligiga yo'l bermaydi hukumatlar. Nima uchun saroy mullalar dars uyushtirmaydi-ku?
ko'p masalan shu narsani ularga tanqid qilinsa ham, chunki ularga ruxsat yo'q hamma narsani o'qitaverishga. Ularga berilgan vazifa bor. Seni ishing ana o'sha adashgan deyotgan odamlarni doim mana shular bilan urushib talashib turish. Foydali ish qilish emas seni ishing. Odamlarga o'sha dinni o'rgatish emas, ya'ni. Shuning uchun qarasangiz, ana o'shalar ham o'sha juma ma'ruzasida yozib berilgan narsadan oshiqchasini o'qimaydi. Dars uyushtirsa ham quruq ana shu lug'at, shunaqa narsalardan dars beradi. Odamlarga bir iymoniy narsadan hech qachon rivojlanishligiga yo'l qo'yishmaydi. Chunki Allohni tanib qolsa, hukumat kimligini tanib qoladi odamlar. Shuning uchun hech qachon Alloh tanishligiga qo'yib bermaydi.